Mana bugun xudo xolasa 23-aprel 2026-yil. Bizga kelgan paytingizda nima kasalliklar bilan kelgan edingiz? Sahrim bor edi. Aha. Yana nima bor edi? Uyqusizlik bor edi. Aha. Quloqda shovqin bor edi. Aha. Bosh og'rig'i Aha. kuchli edi. Aha. O'zim holsiz edim. Aha. Kuchsizlik. Aha. Qon bosimim pasayib ketaverardi. Aha. Keyin ko'zim nima bo'lardi? xiralashib qolganga o'xshab ko'rinardi. Mana shuncha kun shug'ullandingiz. Ertaga yana bir kun shug'ullanamiz xudo xolasa. Mana shuncha kundan burun kelganingizda o'sha sahringiz qanday bo'ldi? Nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi, o'z-o'zidan yo'q. O'z-o'zidan yo'q. Dori ichyapsizmi? Yo'q. Necha kunda dori ichmay qo'ydingiz? Sahrli diabetda stop diabetni dorilarini ichardim. Nima bo'ldi? Ichyapsizmi? Keyin yana endokrinolog yozib bergan dori ichardim. Ularni ichayotganim yo'q hozir. Necha kunda ichmay qo'ydingiz? 4-kunidan boshlab ichganim yo'q. Hech narsa bo'lmayaptimi hozir? Hech nima bo'layotgani yo'q. Siz soppa sog'ayapsizmi? Soppa sog'misiz? Yaxshi. Hech narsa bezovta qilmayaptimi? Yo'q, hech nima bezovta. Agar birorta bezovta qilsa, biror narsa sizga bilinardi, to'g'rimi? To'g'ri. Siz sog'lom bo'ldingizmi, sog'lom emasmisiz? Soppa sog'man. Sahr yo'q sizda? Yo'q. Uyqusizlik nima bo'ldi? U ham yaxshi bo'ldi. Quloqdagi shovqinlar ham yaxshi. Yo'qmi? Shovqin yo'qoldimi? Hammasi yo'qoldi, yaxshi. Mazza qilib uxlayapsizmi? Necha kundan bir mazza qilib uxlab, quloqdagi shovqin yo'qoldi? 4-kundan beri. 4-kundan beri. Bosh og'rig'i yo'q. dedingizki, yo'qolib qoldimi? 4 talab sitramolli ichardim, hozir ichmayman. Yaxshi. Mazza ekanmi bosh og'rig'i? Mazza. Rahmat. Oldin kam quvvat, kuchsiz edingiz. Nima bo'ldi? Yo'q, hozir yaxshiman. Baquvvat bo'lib, paydo bo'ldimi? Uyda bir narsalar qilgingiz kelib ketyaptimi? Bugun nima pishirib keldingiz? Napoleon pishirib keldim. Rahmat. Qon bosim oldin tushib ketardi, adashmasam. Hozir qanday bo'lyapti? 90 ga 60 ta yurardim. Boshim tinmay og'riyurardi. Hozir 110 ga 70. Faqat shu. Soppa sog' bo'libdi, qon bosim joyiga kelib qolibdi-da. Ko'zingiz qanday bo'ldi? Yaxshi. Tiniq yaxshi ko'ryapman. Opa, o'zingiz qandaydir o'zgarib boshqacha odamga aylangan deb o'ylayapsizmi? Dori ichmagan kunimdan boshlab umuman boshqacha tasavvur qilyapman-da. Boshqacha holatda. Yashash boshqacha, Mana shu sizni sog'ayishingizga sabab bo'ldi desak bo'ladimi? Bo'ladi, Men odamlarni aldamas ekanmanmi? Yo'q. Odamlar dori-darmonsiz sog'ayar ekan. Sog'ayishar ekan, Hammaga tavsiya qilaman, kelishsin. Bilim olishsin. Odamlarda hali bilmagan ko'p narsa bor-a. Ular bilimlarni doktorlar aytmaydi, aytmaydi, yo'q. Bekorga qancha pullarni sarflab kasalxonalarga borib, dorilar ichib, kapelnitsalar olishib, bitta a'zoni sog'aytiraman deb ikkinchisida kasallik hosil qilib, o'shalarga rahmim keladi-da. Siz ham oldin shunaqa bo'lib yurganmidingiz? Kapelnitsalar olardim. Lekin ichkarida kasallikni keltirib chiqargan sababi nima qilinmasdi o'shanda kasalxonada? Aytilmasdi.